sentando e rebolando, vou sentando e rebolando, vou sentando e rebolando, estou no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando, vou sentando e rebolando, vou sentando e rebolando. É do álcool que tá zorro, onde meu filho acabou. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi avtomashinaga ruxsat etilmagan qurilmalarni o'rnatib olib harakatlangan hamda ushbu harakatlarni video tasvirga olib obro' orttirish maqsadida tarmoqlarga joylagan. Holat bo'yicha avtotransport vositasi hamda haydovchisi aniqlanib, avtotransport vositasi vaqtincha saqlashligi uchun jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchiga esa qonunlarimizda belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan ushbu xatti-harakatni sodir etdingiz? Men Kamoliddin Mirjalol shu Nexia rusumli avtomobil haydovchisiman. Ijtimoiy tarmoqdan ko'rib, men ham qo'yib, ijtimoiy tarmoq Instagramga qo'yganman va uni ko'rib, fuqarolarimiz tomonidan muhokamaga sabab bo'lgan va uni aniq qilib, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan chaqirtirildi. Men qilgan ishimdan pushaymonman.